31 masala. 800 ta nukleotiddan tashkil topgan DNK tarkibida 1080 ta vodorod bog' bo'lib, birinchi zanjirdagi purinlar ikkinchi zanjirdagi purinlardan 3 marta kam. Ikkinchi zanjir asosida sintezlangan informatsion erinkada uratsillar sonini aniqlang. Birinchi va ikkinchi zanjirdagi adenin soni teng. Jami DNKda 800 ta nukleotiddan iborat va vodorod bog'lar soni 1080 ta. Bizga aytilyapti, birinchi zanjirdagi purinlar ikkinchi zanjirdagi purinlardan 3 marta kam. Shuning uchun birinchi zanjirdagi purinlarni x, ikkinchi zanjirdagi purinlarni 3x deb belgilaymiz. Va ularning qarshisidagi piramidani ham x, bu yerdagi purinlar ham 3x bo'ladi. Jami DNK 8x, 3, 4, 5, 8 va 800 ta nukleotid x tenglik 100 kelib chiqadi. Bu degani birinchi zanjirdagi purinlar 100 ta, ikkinchi zanjirdagi pirimidinlar ham 100 ta. Ikkinchi zanjirdagi purinlar 300 ta, sababi x 100 chiqyapti. Bu 3x bo'lgani uchun 3 ga ko'paytiramiz. Birinchi zanjirdagi pirimidinlar ham 300 tani tashkil qiladi. Keyingi ma'lumot. Bir ming 80 ta vodorod bog'lardan 800 ta nukleotidlarni ayirib tashlaymiz. Bu 280 ta guanin kelib chiqadi. 280 ta guaninda 280 ta sitozinga qo'shib olsak, 560 ta guanin va sitozinlarning soni. Jami 800 ta nukleotidlardan 560 tani ayirib tashlasak, 240 ta adenin va timin qoladi. 240 ta 2 ga bo'lsak, 120 ta adenin kelib chiqadi. Bizga birinchi va ikkinchi zanjirdagi adeninlar soni teng deyilgan. Shuning uchun jami 120 ta adeninni 2 ga bo'lib olsak, birinchi va ikkinchi zanjirdagi adeninlar soni kelib chiqadi. 60 ta adenin, bu yoqda ham 60 ta adenin bo'ladi. Bizdan erinkadagi uratsillar sonini so'ragani uchun ikkinchi zanjirdan informatsion erinka sintezlansa, bu yerdagi uratsillar soni 60 ta bo'ladi. Javob bilim B.